Ko'rinishidan juda bahaybat bo'lgan bu avtomobilda bor yo'g'i 4 dona o'rindiq bo'ladi. Albatta bu Lexus oilasi taqdim qilgan eng boy opsiyalardan biri LX 600 Ultra Luxury. Balki bugungi kunda O'zbekistonda bir dona bo'lgan bunga o'xshagan avtomobil bor. Lexus 700 Hybrid Ultra Luxury. Uni ham vaqtida o'zimiz jo'natganmiz. Agar buyurtma beradigan bo'lsangiz, istalgan Lexus oilasidagi avtomobillarni siz uchun muhayyo qilishimiz mumkin. Eslatib o'taman, Telegram kanalimizni katalog sifatida ham qo'llanishingiz mumkin. Havola profilning yuqori qismida. Bu avtomobilning interyeri asfaltda yuradigan hashamatli yaxtaning iforini beradi. O'rindiqlar premium charm, semi-aniline, haqiqiy yog'och, rullari multirul, radar datchiklari, head-up display, premium audio sistema Mark Levinson barlar ham mavjud. Eng hashamatli joyi esa uning orqa o'rindig'i. Monitorlar, isitish, sovutish, yo'lovchilar uchun maxsus boshqaruv paneli, klimat kontrol, havo tozalash sistemasi va ko'plab opsiyalardan iborat bo'ladi. Eksklyuzivni Ultra Luxury uchun R22 diski va pnevma podveska o'rnatilgan bo'ladi. 3 tonnaga yaqin bo'lgan bu avtomobilni 6-9 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'atib berish uchun bu avtomobilimizda 3.5 litrli twin turbo gibridli motor emas va V obrazli 6 ta silindr bo'ladi. 409 ot kuchi, 650 Nm bo'ladi. Narxi esa bor yo'g'i 180 ming AQSh dollari bo'ladi. CIP O'zbekiston.